Assalomu alaykum, hurmatli arab tili ixlosmandlari. Sizlar bilan ushbu video darsligimizda arab tilini qanday o'rganamiz degan savolga javob topamiz. Arab tilini qanday o'rganishligini hamma biladi. Ammo hamma bilgan bu to'g'ri, tizimli, tartibli o'rganishlikmi? Arab tilini haqiqatda manhaj asosida o'rganishlikmi? Ana o'sha masalaga oydinlik kiritamiz. Bugungi video darsligimizning rejasi qanday? Reja birinchi arab tilini tartibli o'rganish bosqichlari bilan tanishib chiqamiz. Undan keyin sizlarga umumiy arab tilini yaxshi o'rganib, uni o'sha oxirgi darajasigacha yetib borishlik uchun kifoya qilarli darajadagi bir uslubni o'rgataman va arab tiliga oid eng muhim kitoblarni sizlarga taqdim qilaman va tanishtiraman. Arab tilini noldan boshlab o'rganishning asosiy bosqichlari qanaqa bo'ladi? Keling, oddiy o'zbek tilini misolida sizlar bilan til o'rganishlikni uslubini ko'ramiz. Qaranglar. Bir chet ellik O'zbekistonga keldi, tasavvur qiling. O'zbek tilini o'rganmoqchi. Unga nimalar kerak? O'zbek tilida faqat kitob o'qib tarjima qila olsa bo'ldimi? Gaplashishlik kerak emasmi? Yo'q, gapirishlik ham kerak. Xo'p, biz unga o'zbek tilida gapirganimizda u bizni eshitib tushuna olishligi ham kerakmi? Albatta. Xo'p, fikrini yozib bera olishligi ham kerakmi? Albatta. Demak, til o'rganishlik faqatgina mutolaa uchun, kitobni o'qib tushunishlik uchun emas, balki so'zlasha olish, yozib bera olish, eshitib tushuna olish, barcha mana shu amaliy jarayonlarni ham o'z ichida qamrab olgan bo'lishi kerak til o'rganish jarayonlari. Shu e'tibordan arab tilini o'rganishni ham ikki yo'lga bo'lib olamiz: amaliy va nazariy. Xo'p, amaliy yo'nalishda biz nimalarni o'rganishimiz kerak? Ushbu amaliy o'rganishlikda ikkita bosqich bo'ladi. Birinchi bosqichda avvalo biz arab harflarini to'g'ri o'qishni o'rganishimiz kerak, tanib olishimiz kerak, to'g'ri yoza olishni mashq qilishimiz kerak, yozib, xo'p, va to'g'ri talaffuzni shakllantirishimiz kerak. Bu birinchi bosqich hisoblanadi. To'g'ri talaffuz eng muhimi. Eng muhimi to'g'ri talaffuz hisoblanadi. Chunki noto'g'ri talaffuz yuqoridagilarning barchasini bekor qiladi. O'qishni bilasiz, harflarni eshitasiz, ammo noto'g'ri talaffuz qilsangiz ma'no o'zgarib ketib qoladi. Xo'p, amaliy arab tili o'rganishni amaliy uslubida ikkinchi bosqich esa bu lug'at boyligini oshirishlik, o'qib tushunish, eshitib tushunish, gap tuzish, yoza olish ko'nikmasi hamda beshinchisi so'zlasha olish. Mana shu 5 ta narsa eng muhim hisoblanadi. Demak, ikkinchi bosqichda amaliy til o'rganishning ikkinchi bosqichida nima bo'lar ekan? Lug'at boyligi, o'qib tushunish, eshitish, yoza olish va so'zlashish ko'nikmalari. Mana shularni, demak, muayyan bir davrda o'rganib, mana shu jarayonlar muayyan davrda o'rganib, keyin nazariy qismga o'tib grammatik qoidalarni o'rganilsa, ana shunda demak bir tilni bo'lib ham mana shu arab tilini yaxshi o'rganganlik darajasiga chiqsa bo'lar ekan. Albatta bu borada til o'rganishlik o'zi bu nisbiy narsa. Qaysidir o'qituvchi o'ziga munosib bir yo'llarda o'rgatadi, o'ziga munosib bo'lgan, o'zi afzal deb bilgan kitoblardan o'rgatadi va har bir ustozning deyarli o'zini uslubi bo'ladi. Mana shu uslubni qayerdan olding, kimdan olding deydigan bo'lsangiz, bu uslubni ustozimiz faxrli Al-Azhar professori hamda islomshunoslik, O'zbekiston Xalqaro islomshunoslik akademiyasining katta o'qituvchisi doktor Shihati ustozdan olganmiz bu uslubni. U kishining tavsiyalariga ko'ra arab tilini o'rganayotgan kishilar avvalo arab tili atmosferasini his qilsinlar. Arab tili atmosferasiga kirib kelsinlar. Ularga birdaniga grammatik qoidalarni bersangiz, ularning aqli hozir qotib qoladi, to'xtab qoladi. Qabul qilishni to'xtatadi. Chunki grammatika oddiy o'zbek tilida ham tasavvur qiling, grammatik ona tiliga oid, ona tili faniga oid qoidalarni o'zimiz o'zbeklarga berganingizda ham ular ham birozgina qiynalib qolishadi. Endi tasavvur qiling, begona bir tilni o'rganayotganda ularning grammatik qoidalarini birdan o'rganishlik, demak bu o'quvchini qiynab qo'yadi. Shunda nima qilsin?
Avvalo u so'z yodlasin birozgina qiziqib, so'z yodlasin va o'sha so'zlarni gapirib ishlata olsin, gaplasha olsin va arablar bilan 1-2 marta gaplashganda o'ziga ishonchi ortadi. Arablarning hech bo'lmaganda 10 ta gapidan 3 ta, 4 tasini tushunganida ham, nafaqat arab tili, boshqa tillarda ham qaysi tilni o'rganayotgan bo'lsa, o'sha tilda o'sha til vakillari bilan gaplashganda hech bo'lmaganda bir 3 ta 4 ta gapini tushunsa ham, bu insonga, o'quvchiga kuch beradi, motivatsiya bo'ladi. Xo'p, xuddi shu jarayonni demak bosib o'tsa, muayyan bir darajaga yetganida, ana endi grammatik qoidalarni o'rganib qo'ysa, tamomila demak mana shu tilni mukammal o'rganadi. Demak, shu e'tibordan ustozlarni tavsiyalari bilan arab tilini o'rganishni mana shu amaliy va nazariy jihatlarga bo'ldik va birinchi bosqich bu albatta amaliy qismi bo'ladi va mana shu amaliy bosqichni demak rukunlari bilan tanishib chiqamiz. Bu bosqichlarda nima bo'lsin, qancha muddat, xo'p, to'g'ri talaffuz deyapsiz, harflarni tanish, yoza olish ko'nikmalari, bularga qancha vaqt sarflaylik? 1 yilmi, 2 yilmi? Qancha vaqt ketsin? Xo'p, undan keyin hali eshitib tushunish, o'qib tushunish, yoza olish, so'zlashish, bularga qancha vaqt sarflaylik? Qancha o'rganaylik? Buning muayyan bir belgilangan miqdori bormi? Mana shu masalalarga demak aniqlik kiritamiz. Xo'p, birinchi bosqichning rukunlari yuqorida o'rganganimiz kabi to'g'ri o'qish, harflarni demak tanish, talaffuzini o'rganish va yoza olish masalasi. Xo'p, birinchi nima qilamiz? Harflarni tanib, qo'shib o'qishni o'rganamiz. Undan keyinchi, xo'p, qo'shib o'qish o'rganilgach, undan keyin so'zlarni yozish masalasiga e'tibor qaratamiz. Yozish ham juda muhim. O'sha o'qigan so'zimizni daftarimizga yozib ketaveramiz. Demak, yozishni o'rganish barobarida esa o'sha arabcha so'zlarni to'g'ri talaffuzi ham albatta o'rganilishligi shart bo'ladi. Bu bosqich A nuqtadan B nuqtagacha taxminan 2-3 oyda bo'lishligi kerak. Agar mana shu 2-3 oy vaqt oralig'ida mana shu harf tanishdan boshlab, to'g'ri o'qish, to'g'ri talaffuz qilish, yoza olish ko'nikmalarini 2-3 oy ichida o'zlashtira olsangiz, albatta bu biling yaxshi natija bo'lgan bo'ladi. Xo'p, mana shu birinchi bosqichda sizlarga qanaqangi tavsiyalar bera olaman? Tavsiyalarim, kunda 2-3 soat dars qilmasangiz ilojingiz yo'q. Har kuni kamida 2-3 soat yozib mashq qilmas ekansiz, qo'shib o'qishda baribir qiynalaverasiz. Shuning uchun yozib mashq qilishlik hatto tez o'qishligini ham rivojlantirib beradi. Ikkinchisi, siz arab tilini kimdan o'rganishingizdan qat'iy nazar ustozingizga muhabbatli bo'ling. Ustozga muhabbatli bo'lishlikda baraka bo'ladi. Albatta, o'sha ilmda mutaxassis bo'lishingizga demak bu ham ancha yordam bo'ladi. Qaysi ustozdan ta'lim olsangiz ham farq yo'q. Unga nisbatan ixlosingiz va muhabbatingiz bo'lsin, hurmat, ehtiromingiz bo'lsin. Keyingi tavsiyam ustozni eshitish. Arab tilini o'rganishlikni boshqa tillarni o'rganishlikdan yana bir farqiki, unda talaffuz o'ta muhim. Demak, o'sha talaffuz muhim ekan, ustoz mana bu harfni qanday talaffuz qilyapti? Mana bu so'zni qanday talaffuz qilyaptilar? Mana bu jihatlariga albatta e'tibor qaratib, talaffuzni demak to'g'ri kayfiyatini eshitib olishingiz kerak bo'ladi. Keyingi masala ovoz yozish. Ovozingizni yozib olib qayta eshitishingiz kerak. Chunki arab tilini o'rganuvchilar albatta bu narsani qilishligi shart. Siz o'zingizni talaffuzingizni diktofonga yoki ovoz yozgichga yozib olasizda, o'zingiz eshitasiz va ustozingizni sizga to'g'ri kayfiyatni o'rgatganligi bilan solishtirasiz. Ikkalasi o'xshayaptimi, yo'qmi? Demak, mana shunday mashq qilasiz, shunda talaffuzingiz to'g'rilanadi. Xo'p, ana endi boyagi ikkinchi bosqich, amaliy qismning ikkinchi bosqichida eshitib tushunish, o'qib tushunish, yoza olish, so'zlashish ko'nikmalari bo'lish kerak-da. Shunda bitta misol mana o'qib tushunishda at-ta'aruf, misol uchun tanishuv haqida. Marhaban, masmuk. Xush kelibsiz. Ismingiz nima? Ismi Yusuf. Va masmuka ant? Mani ismim Yusuf. Siz ismingiz nima? Ismi Mahmud. Man hada? Mani ismim Mahmud. Bu kishi kim? Hada abi, huwa muhandis. Bu kishi
otam, u kishi muhandis. Va man hazihi? Bu kishi kim? Bu ayol kim? Hazihi ummi hiya tabiba tasharrafna. Bu kishi meni onam. U kishi shifokor. Men tanishganimdan xursandman. Shu kabi demak matn ko'rganingizda bemalol erkin tarjima qila oladigan bo'lishingiz kerak. Xo'p, undan keyin uktub an usratik. Ya'ni oilangiz haqida yozing. Xo'p, oilangiz haqida nimalarnidir yoza olishingiz kerak bo'ladi. Misol uchun, ailati tatakawwanu min 4 ashkhasin va hiya taskunu fi madinati Toshqand. Oilam 4 kishidan iborat va oilam Toshkent shahrida yashaydi. Takallam an hayotika al-yawmiyya. So'zlashuvda, misol uchun siz hayot tarzingiz haqida gapirib bering dedi. O'shanda siz hayotingizni gapirib bera olishingiz kerak. Masalan, kullu yawm astayqizu mubakkiran qabla al-fajr. Fajrdan oldin har kuni barvaqt uyg'onaman. Umarisu riyada, sport bilan shug'ullanaman. Uftiru ma'a ailati, oilam bilan tushlik qilamiz, ertalabki nonushtaani qilamiz. Xo'p. Va بعد الفطور أذهب إلى المدرسة أو الجامعة. من نونشدان كين universitetga yoki maktabga ketaman. وأرجع بعد الظهر الساعة الثانية. Va peshindan keyin soat 2 da qaytaman. Shu kabi demak hayot tarzingiz haqida gapirib bera olishingiz yoki boshqa mavzuda bir gaplasha olishingiz va sizga arab yoki bir arab tilida kimdir gapiradigan bo'lsa, uni ham demak eshitib tushuna olishingiz kerak bo'ladi. Birinchi bosqich bo'yicha sizlarga qanday kitoblarni tavsiya qila olaman? Xo'p, arabcha o'qish saboqlari. Mana bu kitobni demak tavsiya qila olaman. Mana shu yerda keltirilgan barcha kitoblarni tavsiya qilaman. Arab tili, husnul xotbu, yozish ko'nikmasini shakllantirishlik uchun juda yordam beradi. Va o'zimizni muallifligimizdagi arab tiliga sayohat kitobimizni ham tavsiya qilgan bo'laman. Va bu kitobimizni ham ichida 4 ta ko'nikma mavjud. Shu avval boshida demak harflarni to'g'ri talaffuzdan ham boshlanadi va bu kitobimizni QR kodlari, video darslari ham mavjud. Kitobni shunday olib turib, xuddi arab tili kurslarida o'qigandek video darslarni ko'rib o'rgansangiz ham bo'ladi. Keyingisi misbah dars, arab tili darslari va bosqichli arab tili kitoblari. Endi ikkinchi bosqich haqida birozgina suhbatlashamiz. Ikkinchi bosqich bu arabcha so'zlarning ma'nolarini yodlashdan boshlanadi. Bunda har oy eng kamida 250-300 ta so'z yodlash tavsiya etiladi. Kamida. Shunda kuniga 10 ta lug'at boyligi sizga shart qilinadi. Agar mana shuni har oyda 300 ta emas, 1000 taga chiqarilsa, 900 ta, 1000 ta so'z yodlansa har oy, biling siz eng yaxshi suratda o'rganyapsiz arab tilini va tez orada arab tilidan yaxshi bir natijaga chiqasiz. So'z yodlash barobar desa, arabcha matnlarni o'qib tushunishga harakat qilib boshlanish kerak. O'qib tushunishlikka. Xo'p, shu jarayonda eshitib tushunishni shakllantirish uchun zamonaviy darsliklardagi oson video va audiolardan foydalanish kerak. Bugun juda ko'plab kitoblar mavjud, onlayn darsliklar mavjud. Va nihoyat yodlanayotgan so'zlarni gapda qo'llashga harakat qilinadi. Shuningdek, har kun bitta ibora o'rganib so'zlashuvda albatta qo'llash lozim. Shu darsda nimadir o'rgandingizmi? Misol uchun uridu an degan ibora bilan gaplashishlikni. Misol uchun shuni uyingizga borganda, oyingizga yoki otangizga uridu an azhaba ila hadiqa. Men bog'ga borishni xohlayman. Ya ummi uridu an ashraba al-ma'a. Ey onajon, men suv ichishni xohlayman. Ya abi, ey otajon, ya abi uridu an azhaba ila madinati Samarqand. Otajon, men Samarqandga bormoqchiman, borishni xohlayman. Demak, shu kabi iboralarni o'rgandingizmi, o'sha kunni o'zidayoq yo otangizga, yo onangizga yoki akangiz yoki do'stingizga aytib berib, uni zehningizda pishitishingiz kerak. Chunki inson miyasining ishlash funksiyasi shunaqaki, avvalo ma'lumotlar tezkor xotiraga qabul qilinadi. Ana shu tezkor xotiraga qabul qilingan ma'lumotlar esa eng kamida 7 marta takrorlanishligi bilan, 7-8 marta takrorlanishligi bilan doimiy xotiraga o'tkazilar ekan. Demak, doimiy xotiramizda arab tilini muhrlamoqchi bo'lsak, demak, amaliyotini ko'paytirishimiz kerak bo'ladi.
Xo'p, ana shundan keyin bu jarayon o'zi qancha muddat davom etishi kerak? Kamida 4-5 oy davom etsa, mana shu yaxshi holat bo'ladi. Demak, birinchi bosqichimizda shu harflarni to'g'ri o'qish, to'g'ri talaffuz qilish, yoza olish jarayonlari bu 3 oyni tashkil etsa, keyingi bosqichda kamida 5 oy, 5 oy so'zlasha olish, o'qib tushunish, yoza olish, gap tuzish, eshitib tushunish ko'nikmalari ustida ishlansa 5 oy, 6 oy davomida, demak siz to'g'ri bir jarayonlarni demak bosib o'tayotgan bo'lasiz arab tilini o'rganishda. Ana shu o'rinda ikkinchi bosqich bo'yicha sizlarga tavsiyalarim: har kuni iloji boricha 30 ta lug'at yodlashingiz shart. To'g'ri qiynalasiz, ammo siz arab tilini o'rganishlik jarayoningiz 5 yil, 10 yil cho'zilib ketmasligini xohlasangiz, mana shu uslubga ko'ra har kuni 30 tadan lug'at o'zingizga shart qilib qo'yasiz va 5 oy davomida 30 tadan lug'at yodlaydigan bo'lsangiz, shunda siz taxminan 4,5 ming atrofida lug'at boyligiga ega bo'lasiz 5 oyda. Ikkinchisi yozish. O'rganayotgan iboralardan gap tuzishga harakat qilasiz. Misol uchun uridu an iborasini boyaga misol keltirganim. O'rgandingizmi? Shu bilan demak daftaringizga yozasiz. Uridu an azhaba ila Samarqand, uridu an azhaba ila Buxoro, uridu an ashraba al-ma'a, uridu an ashraba al-qahwata, uridu an ashraba ash-shaya, uridu an akula at-ta'ama, uridu an akula al-ush, uridu an akula as-sumsa va hokazo. Xuddi shu kabi gaplarni demak daftaringizga yozishligingiz ham kerak bo'ladi. Keyingi tavsiyam eshitish. Har doim arab tilida multfilm yoki kino shaklidagi videolarni ko'rib, eshitish mahoratingizni shakllantirib olishingiz shart. So'zlashuv. Har kun o'rganayotgan iboralaringizni esa yo o'rtoqlaringiz yo oila a'zolaringiz bilan birgalikda ishlatasiz. Misol uchun uyingizga kelganingizda assalomu alaykum. Ya akhi, ya akhil karim, ahlan va sahlan. Kayfa haluk, kayfa sihhatuk? Hal tasiru durusak jayidan? Misol uchun darsdan yaxshi ketyaptimi? Kayfa tasiru umuruk fil masna yoki aytaylik zavod ishlaydigan bo'lsangiz, zavodda ishlaringiz qanaqa ketyapti? Va hokazo. Xuddi shu kabi o'rgandingizmi o'sha zahoti kim bilandir gaplashishingiz kerak, ishlatishingiz kerak. Ikkinchi bosqich bo'yicha tavsiya etiladigan kitoblar, qo'llanmalar. Demak, bu avvalo arab tiliga sayohat kitobi. Xo'p, undan keyin arab adabiy tili. Xo'p, bosqichli arab tili kitobi, takallum, komil, mumtoz va hokazo. Bulardan boshqa kitoblar ham bor. Bularning ichida mana shu arab tiliga sayohat 2 kitobimiz, bu o'zimizning muallifligimizdagi kitob hisoblanadi. O'sha arab tiliga sayohat birinchi kitobning davomi bo'ladi. Xo'p, keyingi tavsiya etilgan kitoblarim, albatta bular ham dunyodagi eng mashhur kitoblar. Madina Arabik kitobi, Manhajul Alami, Tamhid, Miftahul Arabiyya, Dalilul Sharoka, so'zlashuvni rivojlantirib beradigan Dalilul Sharoka, juda ajoyib kitob va Baynada kitoblari. Ana endi 3-bosqich va bu 3-bosqich e'tibor qilgan bo'lsangiz, avval boshda biz sizlar bilan suhbatlashdik. Nazariy bosqich hisoblanadi. Biz arab tili atmosferasiga kirib keldik. Arab tili olamiga kirib keldik. 3 oylik birinchi bosqich. Ikkinchi bosqichda esa 5 oy davomida, 5-6 oy davomida ikkinchi bosqichni biroz bo'lsa-da yurib o'tdik. Ana endi biz 3-bosqichga o'tib, bunda sarf, nahv va balog'at ilmlarini o'rganishligimiz kerak bo'ladi. Xo'p, sarf, nahv, balog'at ilmlari. Sarf ilmida nima qilamiz? Balog'at ilmida, nahv ilmida nima o'rganamiz? Balog'at ilmidachi? Xo'p, bular qancha muddat davom etadi? Bular demak qancha muddat davom etishligi bu aslida nisbiy, ammo taxminiy bir o'rtacha muddatni sizlarga tanishtirish uchun aytaman. Sarf, nahv ilmlarini kifoya qilarli darajada, tugal, mukammal darajada emas, kifoya qilarli darajada o'rganishligingiz uchun taxminan 6-8 oy atrofida o'zlashtirilishligi kifoya qiladi. Ikkala ilm uchun, sarf va nahv, va ikkala ilmni
birinchi sarf keyin nahv o'rgansa ham bo'ladi, ammo ikkalasini barobar o'rganib ketilinsa bir vaqtning o'zida bu yana ham yaxshiroq natija beradi. Xo'p, keyin esa balog'at ilmiga o'tilinadi. Balog'at ilmida esa taxminan 4 oy desak, shunda har 2 oyda bitta kitob o'qilinadi. Balog'at ilmida ham ikkita, bo'lmaganda ikkita kitob o'qib qo'yilinsa, albatta bu juda ham manfaatli bo'ladi. Xo'p, endi sarf nahv ilmlarida nimani o'rganamiz? Balog'at ilmidachi nimalarni o'rganamiz degan savolga javob. Sarf ilmida arab tilida bir so'zdan yangi ma'nodagi 12 ta so'z yasash hamda so'zlarni birlik, ikkilik, ko'plik shakllarni hosil qilish o'rganiladi. Shuningdek, arab tilidagi fe'llarni shaxslarda tuslashni ham va fe'llarning turlari bor, bir qancha turlari, ana o'shalarni o'rganiladi. Nahv ilmida esa arab tilida bir gap bo'ladigan bo'lsa, bitta arabcha gap. O'sha gapni tarkibi tahlil qilinishligi o'rganiladi. Misol uchun o'zbek tilida ham bor-ku, grammatik tahlil. Misol uchun akam keldi. Akam nima? Ha, ot. Nega? Kim nima so'roqqa javob beruvchi? Ismlar ot bo'ladi. Xo'p. Keldichi, u kesim nimaga? Chunki nima qildi, nima qilyapti so'roqqa javob beruvchi so'zlar bu kesim hisoblanadi deb o'zbek tilida grammatik tahlil qilamizmi? Ha, arab tilida ham gapning tarkibidagi har bir so'zning o'z vazifasi bor. Ularning hukmlari bor. Ana o'shalarni, demak, grammatik tahlil qilishlik bu nahv ilmida o'rganilar ekan. Xo'p, nahv ilmida misol uchun jumla fi'liya, jumla ismiya, fe'li jumlaning tarkibi fe'l, fa'il, maf'ulun bihi deb iborat bo'ladi. Ismiy jumlaning tarkibi mubtada va xabardan iborat bo'ladi. Misol uchun yanamu abi, otam uxlayaptilar. Yanamu fe'l, abi demak fa'il. Xo'p. Keyin gapda Muhammadun, xo'p, sahiyun, Muhammad sahiy kishi. Shunda Muhammad degan so'zimiz mubtada, sahiy degan so'zimiz esa xabar bo'lyapti. Xo'p, shibhi jumla. Shibhi jumla tahta shajarati atfal, daraxt tagida bolalar bor. Demak, bu shibhi jumlaga misol bo'ladi. Bu demak, gapning tarkibidagi har bir so'zni qaysi o'rinda turibdi, bu nahv ilmida o'rganiladi. Sarf ilmida nima qilamiz? Sarf ilmini nahv ilmida qanaqangi farqi bor degan savolga javob topadigan bo'lsak, sarf ilmi bu tuslanadigan so'zlarni avvali va o'rtasidagi qoidalarni, haqiqatini bayon qiladi. So'zlarni tuslashda qanaqangi o'zgarishlar bo'lyapti? So'zning avvalida, o'rtasida, nahv ilmida esa har bir so'zning oxiridagi harfni harakati o'rganiladi. Men misol uchun ra'aytu Muhammadan, ja'a Muhammadun, sallamtu ala Muhammadin. Nega Muhammadan, Muhammadin, Muhammadun bo'lyapti? Oxirida nega an in un bo'lyapti? Bunda nima ma'no bor? Nima uchun bunaqangi o'zgarishlar bo'lyapti? Buni demak sarf ilmi bizga bahs qilib o'rgatib beradi. Xo'p, sarf ilmining asosiy vazifalarini gaplashib o'tdik, nahv ilmining ham vazifalarini gaplashdik. Xo'p, bunga misol mana o'zimizda o'zbek tilida ham ishlamoq degan bir so'zdan fe'l yasaydigan bo'lsak, buyruq qilib ishla. Fe'lmi bu? Ha. Ishlayapman fe'lmi? Ha, hozirgi zamon fe'li. Ishladim o'tgan zamon fe'limi? Ha. Xo'p, endi ishlamoq fe'lidan shu ishni bajaruvchi kishini nima deymiz? Ishchi. Shu ishlamoq so'zidan bir sifat yasaydigan bo'lsak, o ishchan, o zo'r ishlar ekan, ishchan odam ekan deymiz. U ishchan yoki ishli kishi. Xo'p, ishlamoq so'zidan bir joy nomi, ishxona. Ishlamoq so'zidan buyruq, ishla. Xo'p, ishlanglar. Ana, bitta ishlamoq so'zidan qancha yangi ma'nodagi so'zlar hosil qilyapmizmi o'zbek tilida ham? Xuddi shuni arab tilida ham hosil qilishligimiz kerak, shuni o'rganishligimiz kerak. Buni esa bizga sarf ilmi o'rgatadi. Bu yerda ham xuddi shu, demak, sarf ilmini maqsadlari haqida ma'lumotlar. Ana endi balog'at ilmi haqida birozgina qisqacha. Balog'at ilmi nima? Balog'at ilmida nimani o'rganamiz? Balog'at ilmiga bitta ta'rifni eslaymiz va o'sha ta'rifdan kelib chiqib, uning mohiyatiga kirishamiz. Balog'at ilmi nima? Balog'at ilmi bilan qalblar kashf etilur. Qanaqa qilib? Balog'at ilmi qalbingizdagi ma'noni muxotobga, siz unga gapirayotgan kishiga, xitob qilayotgan kishingizga to'g'ri yetkazishlikni o'rgatadi. To'xta, bunday gapirsang u sening maqsadingni to'g'ri tushunmaydi deydi.
Va bu birinchi foyda bo'lsa balog'at ilmini. Ikkinchi foydasi, muxotob sizga bir gap gapirganda uning gapini ortidagi, uning qalbidagi ma'noga yetib olishni o'rgatadi. Balog'at ilmining mana shu ikkita foydasidan kelib chiqib, u bilan qalblar kashf etilaver degan ta'rif berilgan. Xo'p, uchinchi bosqichda, ya'ni sarf, nahv va balog'at ilmlarini o'rganishda tavsiyalar nima? Qoidalarni o'rganish. Nahv fanida o'rganiladigan qoidalar keyinchalik matn tarjima qilishda, arab tilida insho yozishda hamda gaplarni i'roblashda qo'l keladi. Ya'ni grammatik tahlil qilishda. Fe'llarni tuslash, sarf ilmini xohlagan bir fe'limizni barcha shaxslar tuslay oladigan darajada yaxshi o'rganishligimiz kerak. Xo'p, uchinchi tavsiyamiz, usiz ish bitmaydi. Bilib qo'ying, sarf nahv o'rgandingizmi, balog'atni ham o'rganib qo'ying. Bor yo'q 4 oy ketadi, ikkita kitob o'rganib qo'ysangiz yetadi. Va shu bilan nima bo'ladi? Sarf va nahv qoidalarini o'zlashtirgandan keyin bu balog'at ilmini o'rganishlik bilan biz o'sha matnlarni endi asl mohiyatini, bir arabchaga bir gap o'qisak, bir matn o'qisak, shu o'qiganimizni biz sarf nahv qoidalari bilan lug'aviy tarjima qilamiz xolos. Ma'nan tarjima qila olmaymiz. Illo balog'at ilmini o'rganganimizdan keyingina uni ma'nan tarjima qila olamiz va ma'ni o'sha so'zlarning ortidagi ma'nolarni to'liq anglay olamiz. Xo'p, bu borada tavsiya etiladigan kitoblar mukammal sarf darsligi va arab tili mufassal sarf kitobi, tasrif, mana shu tasrif kitobini ko'proq tavsiya qilgan bo'lardim. Taysirus sarf, mabda'us sarf, bu kitoblar xalqimiz orasida mashhur. Xo'p, sarf qanday ilm? Abdulqodir Abdurrohim domlani qalamlariga mansub mana bu sarf qanday ilm juda ham ajoyib berilgan, batafsil va sodda grafik ko'rinishda tartibli berilgan. Arab tili sarf darsligi kitobi, nahv ilmiga oid kitoblar, durusul nahviyya yoki bo'lmasam an-nahvul vodih kitobi, sharhul ajrumiyya kitobi, nahv tatbiqiy va bundan tashqari yana bu yerda keltirilmagan al-qawaidu fi ilmi an-nahv. Mana shu kitob ham juda ajoyib, bir manfaatli bo'ladi nahv ilmini o'rganishligingizda. Balog'at ilmi haqida birozgina ma'lumot berishlikni lozim deb topdim. Balog'at ilmi furu'u ilmil balog'a. Balog'at ilmini furulari, farlari. Ya'ni far nima degani? Asl bor, har bir ilmda asl bor va far bor. Asl bu daraxtning tanasi asl. Uning shoxlari far hisoblanadi. Ota asl, farzandlar far hisoblanadi. Demak, balog'at ilmining farlari nima desak, 3 ta ekan. Ilmul bayan, ilmul maani, ilmul badi'. Ya'ni bayon ilmi, maani ilmi va badi' ilmi. Bu ilmlar bilan nimani o'rganamiz? Bu ilmlar bizga nima beradi deydigan bo'lsangiz, bayon ilmul bayan. Bu bayon ilmida nata'allamu minhu kayfa nu'arrifu 'anil ma'na al-wahid bi aksara min tariqin bi shaklin wadihin va jamilin. Xo'p, biz qanday qilib bir iborani turli xil uslublarda yana ham chiroyli qilib gapira olishligini bayon ilmida o'rganamiz. Bunga bitta misol. Otajon, bugun men falon kitobni olishligim kerak. Shu kitobni olishligim uchun siz menga 50 ming so'm pul berishligingiz kerak. Yo'q. Buni, "Hoy, to'xta, kimga murojaat qilyapsan?" "Ha, otagami?" "Ha, mana bunday chiroyli uslubda bayon qilsang, yana ham ajoyib bo'ladi", deydi. Chiroyli tarzda yetkazishni o'rgatadi. Qanday qilib? "Assalomu alaykum. Otajon, salomatmisiz? Charchamayapsizmi? Biz uchun ishlab horib qolmayapsizmi? Charchab qolmayapsizmi? Otajon, agar imkoniyatingiz bo'lsa, mana bu kitobdan olib bera olasizmi? Sharoitingiz bormi? Agar hozir sharoitingiz bo'lmasa, mayli keyinroq ham olib bersangiz bo'ladi", deb gapirsangiz, otangizga bu gapingiz yana ham kuch beradi. Boyagi gapingizni, demak, birinchi uslubda gapirganimizda esa biz otamizning sharoiti, u kishining ahvollariga nisbatan bee'tibor holatda gapirganligimizni ifoda etardi. Yo'q, biz otamizning sharoitini ham e'tiborga olib, otamiz haqida ham qayg'urib yashashligimizni ikkinchi gapimizni ichida, demak, biz izhor etdik. Demak, bu bayon ilmi.
علم المعاني. خب نتعلم منه كيف نجعل الكلام مناسبا للموقف الذي يقال فيه والمخاطب الذي نكلمه. Biz unga gapirayotgan kishi, muxotob va gapirilayotgan paytga nisbatan munosib gapirishligimizni o'rgatadi. Misoli, bir kishi chorrahada qizil chiroq yonib turganligini ko'rmasdan yurib ketyapti. Yurib keta boshladi. Hozir u avtohalokatga uchrashligi mumkin. Shunda biz sekin Muhammadjon, "Hoy Muhammadjon" deb uni chaqirib olib, uning e'tiborini o'zimizga qaratib, "Siz qizil chiroqda o'tib ketdingiz, qizil chiroqda yuryapsiz. Ehtiyot bo'ling" degunimizcha u avtohalokatga uchrab bo'ladi hozir. O'sha zahoti nima deymiz biz? Voqelikka to'g'ri kelyaptimi? Shunaqangi bemalol gapirishimiz yo'q albatta. Nima qilamiz? O'sha paytda gapni qisqartirishimiz kerak va tezroq maqsadni ifoda etishligimiz kerak. O'shanda bitta gap "To'xta" deyishligimizning o'zi kifoya edi aslida. Shunda to'xta deganimizda Muhammadjon ham, boshqalar ham baribir to'xtaydi. Va mana shu to'xta deganimizning o'zidayoq joyida to'xtasa, qizil chiroqqa ko'zi tushadi, orqaga qaytadi. Biz uni chaqirib, "Siz qizil chiroqda chiqdingiz, bu xavfli" degunimizcha Alloh saqlasin, xavfli bir hodisa yuz berishi mumkin edi. Demak, holatga munosib gapirishligini ham bizga nima bo'lar ekan? Balog'at ilmi o'rgatar ekan. Buni demak ilmul maani bo'limida o'rganiladi. علم البديع نتعلم منه كيف نزين الكلام ونجمله بعد أن يكون قد استكمل شروط علم المعاني والبيان. Bayon va maoni ilmlarini o'rganganimizdan keyin biz gapirayotgan gapimizni qanday qilib ziynatlab gapiramiz? Qanday qilib biz gapirayotgan gapimizni yana ham chiroyliroq bezab gapira olamiz? Mana shuni ham demak balog'at ilmi o'rgatadi. Misol uchun biz ota-onamizni yaxshi ko'ramiz hammamiz. Ota-onamizga biz o'zimizni muhabbatimizni izhor qilmoqchimiz. Bordikda otajon, onajon, men sizlarni yaxshi ko'raman dedik. To'g'ri? Maqsadimizni ifoda etdik. Ammo yana ham qanday qilib mana shu gapimizni qalbimizdagi ota-onamizga bo'lgan muhabbatimizni yana ham chiroyliroq ifoda eta olamiz? Qanday qilib? Bunga balog'at ilmi misol beradi. Otajon, onajon, sizlar biz uchun qayg'urib, kuni bo'yi ishlab, mehnat qilib bizni taomlantirasiz, bizga kiyimlar olib berasiz, tarbiya berasiz, odob axloq o'rgatasiz. Biz dunyoga kelganimizdan beri sizlardan faqat mehribonchilik ko'rdik. Alloh taolodan sizlarga yaxshilikni so'rab qolaman. Ey otajon, ey onajon, umringiz uzoq bo'lsin. Tana joningiz sog' bo'lsin. Bizni boshimizda doimo bizni haqqimizga duogo'y bo'lib yuringlar. Bizni duogo'yimiz bo'lib yuringlar, umringlar uzoq bo'lsin. Qalbimda sizlarga nisbatan muhabbatimiz cheksiz. Opalarim ham, ukalarim ham barchamiz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Deb ota-onaga qarang, demak, muhabbatni izhor qilish, muhabbatni izhor qilish bu qisqa so'z bilan emas, uzunroq bo'lish kerak. Uzunroq bo'lish kerak. Mana shu bilan demak boyagi muhabbatingizni yana ham chiroyliroq, ziynatliroq qilib yetkazgan bo'lasiz. Demak, buni ham bizga balog'at ilmi o'rgatar ekan. Aziz kuzatuvchilar, bundan ko'rib turibsizki, balog'at ilmi ilmlarni demak oldin o'rganilgan ilmlarning eng qaymog'i ekan. Bu ilmlarni o'rganmasdan turib qanday qilib arab tilini o'rgandik deya olamiz? Albatta, arab tilini o'rganayotgan barcha o'quvchilarga tavsiyam yuqoridagi tartibda amaliy o'rganishni boshlab, talaffuzni to'g'rilab, to'g'ri o'qiy olib, yoza olib, undan keyin so'zlasha olish, o'qib tushunish qismlarini bosib o'tib, sarf, nahv va balog'at ilmlarigacha o'rganing. Va balog'at ilmlarini o'rganish uchun quyidagi kitoblarni tavsiya qilib qolardim. Vodihul balagha va asrorul balagha. Mana shu ikkita kitob va bundan tashqari yana Durusul balaghiya yoki Durusul balagha kitobi va undan tashqari yana Husnus siyagh fi ilmi Husnus siyagha fi ilmi balagha.
bu kitob ham juda mashhur kitob va ajoyib kitob. Buni ham demak o'sha kitobni ham topib o'rgansanglar ancha manfaatli bo'ladi. Xo'p, endi mutolaa uchun tavsiya etilgan kitoblarim bu mana shu arab tilini o'rganuvchilar orasida xalqaro miqyosda eng mashhur kitoblar, xalqaro miqyosda Qisosus sabiqin, Qisosun nabiyyin, Qiroatur roshida, Taysirus siro kitoblari va Komil Kiloniyning Al-Qisosu lil atfal kitoblari. Ya'ni bu to'plam bo'lib, bolajonlar uchun qissalar degan to'plam kitob. Bunda bir qancha ertaklar bor. Mana shu ertaklar sodda uslubda, demak, boshlang'ichlar mutolaalarini ochishligi uchun ajoyib bir tartibda berilgan. Sodda uslubda murakkablik tomon yuriladi. Aziz o'quvchilar, aziz kuzatuvchilar, sizlar bilan arab tilini qanday o'rganishimiz kerak? Qanday yursak biz arab tilini tartibli boshidan oxirigacha mukammal yetib olamiz? Mana shu borada suhbatlashdik. Ushbu suhbatimiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, xursandmiz. Aziz o'quvchilar, sizlar bilan arab tilini qanday o'rganamiz degan savolga javob topdik, qidirdik va ustozlarimizdan o'rgangan yo'llarimizdan bir yo'lni, uslubni o'rgatdik. Albatta, yuqorida gapirib o'tilingan uslubimiz bu nisbiy narsa. Har bir ustozning o'zining uslubi bo'lishi mumkin va vaqtlar ham nisbiy narsa. Shu o'rinda aziz o'quvchilar, barchaga arab tilini o'rganishida muvaffaqiyatlar tilab qolaman va qo'shimcha yana bir ma'lumot, yaqinda arab tiliga sayohat nomli kitobimizni taqdimotini o'tkazamiz va bu kitobimiz bo'yicha 2 oylik kurslar Xudo xolasa start oladi. Mana shu kurslarimizda arab tilini noldan boshlab oson va eng zamonaviy metodikalar bilan o'rganishingiz mumkin bo'ladi. Kitob taqdimotida qatnashishlik va kursga yozilishlik uchun quyidagi manzillar bilan bog'lanishingiz mumkin. Ya'ni Telegram va Instagramdagi mana shu profillarga bog'lansangiz, adminlarimiz sizlarni kurs o'tiladigan guruhlarga yoki bo'lmasam o'sha kitobimizni taqdimoti o'tkaziladigan kanalga bog'lab qo'yishadi.